Voy, qo'shimda qilganini qanaqa qilyapti buni? Pulni qayerdan olyapti ekan? Hozir loy surkayman. Shu bilan yana qaytadan remont qilaman. Mana senga. Mendan so'ramasdan remont qilishdimi? Keling qo'shni, keling. Mana senga. Keling. Nima loy surkayapsiz? Pulni qayerdan olyapsiz? Berib qiling shuni. Qo'shni, diqqat olmang, siqilmang. Eng asosiysi yurak ko'ngil toza bo'lish kerak. Buni mana bunday qilib yuv qo'ysa bo'ladiganidan bo'ladi. Yana asl holiga qaytami? Mana qo'shni, mana. Chiroylisidan bo'ladi, tinig'idan bo'ladi. Bemalol yuvsangiz bo'laveradi. Qanchilab yuvsangiz ham bo'laveradi mana. Endi ozgina dog' bo'lib qolib, cho'tkalab yuvamiz. Bu yoqqa yuring. Bu ko'cha mana bundaqa fason bo'lgan. Ichkarini boshqa fason qilganmiz. Voy. Ko'ryapsizmi? Voy. Mana shu ko'rib turgan joyingiz jami 200 kvadrat chiqdi, qo'shni. Yurakni toza qiling, ko'ngilni keng qiling. Men qachon qilaman buni? Mana shu joylar mana 200 kvadrat, 1 kvadrat metr. Bitta buqamni sotib qilgizib yuboraymi ekan? Bosish kerak. Ustalar nomer topa olamizmi? Ha, mana shu ekranda pastda nomer. Telefon qilsam bo'ldi. Shularga telefon qilasiz, qilib berishadi. Quyoshga hech narsa qilmaydi bu. Quyoshda rang o'chmaydi, ko'chmaydi. Devordagi treshinalarni yopadi. 100%. Garantiyasi bor 10 yil, 15 yil. Mo'yka qilsa bo'ladi. Yana nima kerak qo'shni? Baribir sovimayapti-da, nima qilay? Yuring bo'lmasa suvga olib chiqaman. Bitta suv sepib yuboring. Yuring. Yuring, bo'lmadi.